Ana til demek, Uygurnu sevmek. Keri atqanыңla, Uygur ana til ösmürler kanılı. Ana til. Bahar ballarımız, rengarenk yar yumra sallarımız. Bahar ballarımız, Altan büşek. Hira Uygur Mektebi, Hira Medeniyet ve Maarif Vehbi tarafından 2015 yılı 12. ayının 14. günü kuruldu. Mektep kurulgan dastlabki mezgillerde Arapça, Türkçe, İngilizce qatarlıq chet el tillarida o'qitish xizmati ilib berib, kursantlarning til jihatdagi qiyinchiliklarni yengishga imkoniyat yaratib berdi. O'qitish xizmati davomida İstanbulda turishli Uyg'ur farzandlarining rasmiy davlat maktablariga kirib, normal o'qishini davomlashtirishi uchun 2016 yili mart oyidan e'tiboran Türk tili, Uyg'ur tili va adabiyoti, matematika qatorliq fanlarda tunji qarorliq sinflarni ta'sis qilib, o'quvchilarning bu jihatdagi qiyinchiliklarni yengishiga sharoit hozirlab berdi. Vatanda maktab yüzü görmegen 7 yaşdan 12 yaşgacha bo'lgan kichik do'stlarimizning savodini chiqarish uchun bir yil ilmiy darsi mustaqil tadqiqotchi Abduvali Ayub tuzgan ana til darsiga Türk tili, matematika darslari o'qitilib, umum adashlarimizning dastlabki bosqichdagi savodlarini chiqarish xizmati muvaffaqiyatli holda tamomlandi. Bir yillik jaboliq tarbiyalash xizmatining natijasida kichik do'stlarimizning bir qismi darslarni a'lo natija bilan bitirib, şu an İmam Hatip Otur Mekteplerinde resmi o'qishlarini davomlashtiryapti. Hira Uygur Mektebi 2017 yil 9 aydan 2018 yil 5 oygacha bir yil haqsiz tarbiyalash xizmat nishoni bekitib, bu qaror uchun 80 nafar o'quvchi qabul qildi. Ota-onalarning qo'llashi omaq do'stlarimizning yaqindan moslashishi natijasida fanniy va diniy darslar qilib o'tildi. Bu jarayonda Mektep yeterli ders kitapları bo'lmaslikdek masalalarni hal qilish uchun har xil ders kitaplarını tuzib chiqdi. Mektepning izchil tirishchanlik ko'rsatishi natijasida ta'sis qilingan haqsiz tarbiyalash o'qitish xizmati bu yil 5 oyda g'alabalik tamomlandi. Hira Uygur Mektebi 500 kvadrat metr ko'lamidagi 5 qavatli o'qitish binosi va 9 nafar o'qituvchini o'z ichiga olgan sistemlik tarbiyalashni asos qilgan o'qitish bazasiga aylandi. Shu an maktabda chet el tillari, kompyuter darslari, ana til boshlang'ich darslari bo'yicha tarbiyalanayotgan 200 nafarga yaqin o'quvchi bor. Bu maktabning qurilishidan bugungacha bo'lgan oraliqda ilib berilgan Türkçe, Arapça, İngilizce kompyuter kurslarida 1000 dan ortiq o'quvchi muvaffaqiyatli holda tarbiyalanib chiqdi. Hira Uygur Mektebi har xil tillar bo'yicha sistemlik tarbiyalash xizmatini yaxshi ilib berish bilan birga kasbiy darslarni ilib minib, iqtidorli hunar egalarini yetishtirib chiqish, boshlang'ich ma'rifat ishidagi o'quvchilarni Turkiya Jumhuriyatining zamonaviylashgan o'qitish usuli bilan tarbiyalab, to'liqsiz va to'liq o'tir ma'rifatga hozirlash, ana til darslarini kuchaytirib, muhojiratdagi omaq Uyg'ur farzandlarining ana tilini qo'g'dash eng yuqori ko'tarish, millatimizning faxrli o'g'lonlari Abduqodir Damollam, Muhammad Ali Tavfiqning izini davomlashtirib, axloqli, iqtidorli avlodlarni yetishtirib chiqib, millatimizning buguni va ertasi uchun yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan milliy ma'rifat xizmati rivojlantirishni kelgusi o'qitish nishon qilib qarorlashtirdi. Ana til televiziyasi oilasi Hira Uygur Mektebining bundan keyingi o'quv-o'qitish ishlari muvaffaqiyat tilash bilan birga millatimizning kelgusi izbosarlarini tarbiyalash jarayonida tortgan jafolarga minnatdorligimizni bildiramiz. Omaq kichik do'stlar, bu son programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelayotgan sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Men Ana til televiziyasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. İsmim Rafkat. Millatim kim desa men deyman Uyg'ur. Ha bu so'z jaranglar ajoyib mag'rur. Ajdoding kim desa men deyman jahon. Zimini do'st tutgan ulug' va inson.